Kaçın! 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 Ulan, qanday qilyapsan? Hozir xil yaxshi edi. Ko'nglim bir narsa tortamdi. Men aytib beray. Bir narsa yegim yo'q aka. Bala, asırak namusumuz bulmam tecinin bala. Almadız bir şulap kesmeye kaza kılıttım. Şimdi al karanlık kılarsın senin bala. Kaza kılıttım. Bo'ldi qilinglar anisi. Bola animasin. Kirin so'nglar. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Kızım, silip vereydi hanım bulamla. Annen şu. Bola animasin. Meni kechir Farida. Bo'lding qaysar gap qilma. Oy, Sadıkcan, kelinglar. Xata kiribdi. Sadıkcan, xata kirib qolmagansizlar. Nima o'diqsizlar? Ya, o'diqmidi? Ha, o'diqmagan bo'lsanglar, kelinglar sen. Kelinglar. Ha, kelinglar, o'tiringlar. Qaraganda bugun rost gapni degil kelgan o'xshaysizlar. Intizom tekshirishdikilar, sizning og'zinglardagi rost gapga qarab qoldik. Yo'q. Men bugun yezdiq hukumatga boshqa ish bilan kelgan. Suv puli bilan terg'ilg'i yordam pulining masalasida o'ynashqi bo'lmaydi, Sodiqjon. Bu ishda Hoshim Iminga chapa yapsanglar texim bo'lmaydi. Shunga bizning fikrimizni astoydilroq o'ylashib ko'ringlar. Tekshirishga aktiv moslashinglar. Nimani bilsanglar, shuni denglar. Degidek boshqa ish yo'q. Hoshim sekretar uzundan beri kanatning xizmatini shundoq yaxshi ishlayotdi. Bilib turibman. Hoshim Imindan qo'rqabatsizlar. Shundami? Yo'q. Endi siz Akmali Afg'onni bilib turib, nima ish demaysizlar? Dehqonlardan yig'ilgan shuncha ko'p suv puli qanot chiqarib uchib ketdimi? Biz aniqlasak, Tugman kentida tashtirtilgan oqyami unchalar ko'p emas ekan. Terg'ilg'i yordam pulimi dehqonlarning qo'liga to'liq tegmabdi. Buni nima deysizlar? Biz
dehqonlardan sopuni taqa to'liq yig'ib bulanmadoq. Shunga aliqda ba'zi uqishmaslik yuz bergan gap. Terrorga yordam puli dehqonlarning qo'liga asosan to'liq tegdi. Haşim emin ikkinlarning gapi bir-biringlarga faqat o'xshamayotdi Sodiqjon. Bir kuni Haşim bir yolg'on gapni deb keladi. Bir kuni sizlar. Sizlar ikkinlar mushundaq qilsak o'tib ketamiz deb o'ylayapsizlar. Shundaymi? Biz undadimidoq? Bu ishda sizningmi mas'uliyatingiz bor Sodiqjon. Biz aniqlab ko'rsak, dehqonlar suv pulini to'liq berib bo'ldik deydi. Sizlar birdam kent tashlab o'tilgan nechuzmi oqyaba deysizlar. Birdam suv pulini to'liq chiqib bo'lamadik deysizlar. Hey, sizlar zodi nima o'ynayapsizlar? Men sizlarga desam, bu pulning ishi bir haftagacha oydinlashmasa, bu masalani adliya tarmoqlariga yo'llamay amalimiz yo'q. Bilib turibman. Siz bugun rost gapni degil keldinglar. Lekin ishkinlab qilyapsizlar. Yana turib bir narsadan qo'rqayotsizlar. Men shuni deb qo'yay Sodiqjon. Vaqt soati kelganda Hoshimning ishkinlar sherik hisoblanib, bo'yninglar ig'ir mas'uliyat ortiladi. Shunga vaqtida hushkorlarni yig'inglar. Gap aniq bo'lganda. Bo'ldi bu. Dadisi, sizlarga deydigan bir gap bordi. Dina? Ma kuz kelib, məldə toy töküm bek avıb ketib bardı. Menin şu xudalıqda işkil köynikim ba, kiyeverey desem, ma əli-məldikidən sen numus qıb qaldım. Şunu bir köyne gəpirəmdik degen silini. Ha. Andan boyatına Sametcan mektep mağanı köydüğünlümü ki, ayakı jitilip, putu çıkıp kaptı. Şu balığı bir ayak əpəsək olurdu. Ha. Kızımız mı xel çoğup qaldı. Ötkende bir başağılıqның gibini qıptı şu kız ola. Aranmışım mı? Yani bağda? Təni qınmaqlar, mən bağ gepini dəvatım mən. Bağ gepini dəvatım edip. Biz bir toyu qopmadık, əmmanlı bıraklı kiyim kiydiğen. Da gep degende, xiyisli bulmaydı. Ma yan çıktı pul oldu pul. Kızı xotunki de ama o. Ya Allah. Qaçan olmaz pul yok deydikkensizlər. Əpəməmsizlər. Aval maaş bir kirson. Bir-birlep kileyle. Benim bir yerde bir pul vasıdığan zavatım yok benim. Öz vaxtida aş yani bir icarəyə bərməyən bolsaq, biz mi xəqdək buğday satqan bolsaq, qolumuz bir pul görəv oğuydu əlbəttə. Ya qıymaqının kooperativdə işlanlı desə, mening maaşım var deb unumaydıkkensizlər. Xutun, özüңнің xəbər var. Eyni vaxtda şu pul lazım bo'lib ketib, bərmədiqmi bu yana? Bu qıymaqının kooperativdə maң maskəgdək bir iş olmasa, Unumu, bunumu qılmağandıkən əmsi birər ticarətlə peşin tutsanlı bolmamda, hə? Ya bolmasa doqmuşda bir gazır puçaq, lampu satsaqım bir 4-5 tenge pul tapa oğuydu. maң məğəvə. Mən də muş yaş gəlgəndə, doqmuş çıxıb gazır puçaq setib, oturam demə. Xutun, keçici bir düşün buzulub qaldım o ya. Degende qopaplı pul deb qopapsın ha? Lazım bolğandıkən şu pul demey nima deyme? Biz mi tirikcan bolğandıkən manda yigimiz, içkimiz, keygimiz keldiken. O. Yemey içmey aç qalmağansa, yenkiyim kiyib, bir yerde bir tekkin çabudun ya. Yenkiyim kiyib deme var o, kanat yasap asmanda uçmaptı, yerde ben vatı da yerde. Gep oldu. Bunu desem bunu deysizler. Bunu desem onu deysizler. Mehmetcan ma öyle 360 gün hizmet kılıp hiç evalim kalmadı. Birer köynek eprol desem şunu şunçulu akıp gitemsizler. Ben bir altın gümüş eprol demedim sizlere. Ya Allah, ya Allah. Acaba bir şor pişan olap kaptık emme kudu. Xudan. Man qaranglar Xudan. Ben öpemem demdim o. Aval bir maaş çıksın. Onundan bir-birlep kemmemdik deyme. Ko'nglini yerim qumini öpürme. Şıqlap ketkindim kichik valdek.
Çay içe çaya. Çay içe kızım. Bo'ldi. Ay içe unutma ya içe. Al. Konu yarım kulu. Al. İkinci götten de bir sen. Ha. İçin o'zing chiq. Çıkma. Çık biri ya. Assalomu alaykum Bakraxon. Aleykümselam. Ublahva. Bu et tükendi kep kapsıla. Öykirli öge. Ya bo'ldi. Uyga kinchirlar. Mana işte. Ha. Kooperatifning ichida 2 mashina qo'yg'im bor. Xalsangiz bir shayga ichirib beramsizlar. Ben nimiş kıpırman? Voy, qo'g'inni mashinaga baslar, mashinadan tushirsizlar. Shu ishni shaqqilni o'pdan beraman. Kaç pul verirler? Ana gap. Ha. Burun ma qo'g'in savdogarlari qo'g'inni ma oldimizdan ilib ketdi. He. Hozir ma qo'g'in teriydiganlar olib ketgachga oldimiz kelmaydigan bo'lib ketdi. Endi u qo'g'inni olib bormasak, qo'g'in sesib ketsa zarar bizga bo'ladi. Bir yo'l mengishinglar 100 koy, 2 yo'l mengishinglar 200 koy. Qanday qilaysan? 200 koyga kem bula. 300'ü biremsizler. Kılay. Bakraxo, Ha. 200 koy pulmo oz pul emas. Insof qilinglar manda, insof. Sılvağa. Beni fakat düşünmeyirkensizler. Benim vağa kumdek işim var, benim kumdek. 300'ü birinle. Kılay. Bommusa üzemnin bir işini kılay. Baqaylanglar. Mening aldirashligimni bilib qoldinglar. Bo'libdi. 300 ni bersam beray. Minglar. Ublahva. Ha. Keşti. Yenim çıkıdığın demez. Voy, qaytib chiqimiz, yotmaymiz deymi u shadan. Mavi. Pul nakto pul. Kimdek gap qildigan bir adashgansizlar. Men o bularga sizga qachon bir nesi ish qilib baqqan. Mingildayman. Unda olsa öyle bir dik kirep. Ayağıma bir dep yap. Yo'q, Masdat. Saymaqım bular sizdek bular. Voy, bo'langlar ishtek bo'langlar. Unutulama dep ketmengla. Hazır çıkma. Bo'lmam sizdayman. Karanlık otan. Ha. 300 koy desem bak o. Talaşmayla makul diyette. Bir günde 300 koy tepiştigen bak o. Yaxşı olcuma bu. Endi bak o. Emmalarını bırakla hoş kılıydırgan boldu. Degan bil ay midrafni to'sanlig'o, qulog'idan bek ish keladi. Pamanglimi xeli bor. Qo'limizdan ne ishkilga dem biz. Po'ytib ketganini maqtab qo'ysa. Bugun yenib chiqadigansizlar? Ha? Topgan pulni xajlab etmay chiqasizlar juma dadisi. Xotirjam bulava, xotin xotirjam bo'lma. Bo'ldi, ensirugna mendan. Men maqdim hepsi. Ma'amsizlar? Ha, avaylab beringlar. Assalomu alaykum. Hashim Sigitar. Qarab qo'yaymi demayli-g'a? Moyim ish bor, ko'rishmasak bo'lmaydi da'vat etdingiz. Dana, nima ishdi? Nima ish bo'ladi Sigitar? Bu shu suv pulninki chatiqqa ching'i chiqdi. Tirilg'i yordam pulninkimi ishi bor. Bu ishni vaqtida betaraf qilib o'tmasak, menga yaxshi olmaydigan o'xshaydi. Uning ustiga intizom tekshirishlarninki alpozi sal yomon turdi. Siz nima demoqchi? Ha? Men eshitdim demoqchi emas, Sigitar. Bu ishni ikkimizdan boshqa hech kim bilmaydi.
qo'l so'si yangning ichida debdikan. Bu ishning busi sirtqa chiqib bo'lguncha vaqtida bir taraf qilaversak, men bundoq dagidagi deymaydi debsiga tar. Sizningcha qanday bir taraf qilsak bo'ladi? Ha? Qanday qilatdiq? Boshqa amal yo'q. Puli bilan terg'u yordam pulining o'rnini vaqtida to'liqlab etmasak, bu masala adliya o'rinlariga yo'llanadi ekan. Dava, bu gapni sizga kim dedi? Bugun Yoqub mudir shundoq dedi. Sen meni Yaqub degan qo'ng'oqtaq chiqib turgan o'xshamabsan. Men unda qilmadim sekretar. Aslida men bugun intisom tekshirish ishxonasiga haqiqiy ahvolni daydab borgandim. Bunda qilishni muvofiq ko'rmay niyatimda yandim. Yuragimdagi gapni qilsam, men bak qo'rqyapman sekretar. Pulni vaqtida topshirib olsak bo'lardi. Nima deb jo'ylayapsan? Ha? Qaysi pulni topshirdi? Qaysi kunda? Ha? Qaysi kunda? Sen bak ketki kim buxgalter qilib qo'ydi, ha? Seni hozir yaxshilik ko'rsatgan kim ha? Buni unutib qoldingmi? Silma mening maqsadimni xato tushunib qoldilar. Bu yoqamni bir qo'yib yotgan bo'lsa, va kelib bek siqilib ketdi. Yo'qlarmi? Ha? Xafaman, Sodiqcha. Achchig'imni sizga qattiq tegib qo'ydim. Men xafamdim sekretar. Bu ishni vaqtida bitirib qilsak deb o'ylagandim. Bu ish yo'g'inab ketsa, har ikkilimizga yaxshi emas. Deganingizga to'g'ri. Demisimi hozir inson tekshirishning bek adab ketyapti. Bu ish ba'zida menimi ansirtidi. Men bek o'ylandim. Ko'p o'ylandim, Sodiqjon. Bu ishni buzayotgani shu bir necha yalan tosh. Ularning ko'rdigan kuni keladi degi. Shunga pulni atiga joylab bergan bo'lsa sekretar. O chaqda ziqmi ko'ymaydi, kavobmi ko'ymaydi. Bu nasbasqor ish nadimi chiqdi? Hap. Menga put atqanlarni aman bir kun joylab etmaydigan bo'lsam, Ahadjon, mushning bilan qishning ikkinchi qitim kelishim. Har qitimda eshitishim degan unmayapsizlar. Amaliyotda Hoshim Eminning qo'yangdan birini chiqib yeyotganda kentga hammaylar biladi ekan. Nemishqish ahvolni o'z og'zing bilan bir qitim deb bermaysizlar. Men dedim-ku bundaq ish yo'q deb. Meni xotirjam kun aql qo'ysizlar. Amisi yuqoridan kent tushgan Qodir Ahmad Tursunga nemishqi bu gapni deysizlar? Siz yolg'on gap qilib, Hoshim Eminga to'kma chaplamoqchimi? Tova desizlar, mening ondaq niyatim yo'qchimi? Xo'sh, undaqda Hoshim Eminning uyangidan qo'ydim bir ila chiqib yeyotgani rasmi o yolg'onmi? Mening ozroq ishim bor. Men mangash turay ya. Ahadjon, cho'q, gapdan tugimidi? Qo'sh, meni Ahadjon to'xtami deyman. Sizlikmi Yaqubmi-da? Kentimizga qadamlar yetib qoldi. Baldiroq xabar qilib etgan bo'lsa, oldilariga o'zlarini chiqibdi emasmi? Oldiga chiqidek ish yo'q. Ha, biz deyishga ishlarni bir maslahatlashib bo'ldingmi yo? Inson tekshirish ishxonasidagilar necha kundan beri sizning javobingizni qarab qoldik. Men 15 yildan buyon Tugman kentining sekretarlik vazifasini o'tab kelyapman. Partiya, hukumat meni nima qildi, shuni qilyapman. Yeza shahar bo'yicha necha qitim ilg'or kent kadri bo'lib mukofotlandim. Gapning ochiqini desam, mening Tugman kentiga qon tarim oz oqmadi. Men sizlarga to'kpanning so'zlanglar demadim. Ammo inkos qilgan ba'zi masalalarga, masalan, kentning dehqonlardan chiqqan suv puli, dehqonlar tarqatgan terilgan yer to'liqlimisi, yana aminiy qurilishiga chetildigan ba'zi ishlarga aniq, to'liq javob beringlar deyapman. Biz sizlarni qachon saqlaymiz? To'g'ri, sizlar Tugman kentiga oz kuch chiqarmadinglar. Lekin bu yerda ko'rilayotgan masalaga ko'z yumishqa qat'iy bo'lmaydi.
Onun üstüge dehqonlarning kentning xizmatiga bo'lgan inkosi ancha yaxshi emas, Hoshim axun. Sizning bu ketkizib qo'ygan yerlaringlar xeli bor. Endilikda menda masala yo'q, men oppoq deb turibsanglar, bu gapinglar qattiq qamlashmaydi. Dehqonlarning og'zini etib olmaydi ekan, Yaqubdir. Ular ustimdan so'z cho'chaklarni taqitib, kentning xizmatini normal ishlashimga to'sqinlik qilyotdi. Rost ketni desam, ba'zi arz shikoyatlarni anglab, ochiqdan o'tim yerilib ketay deb qoldi. Kentning sekretari bo'lish gunohmikan, ha? Gunohmikan? Yeziliq hukumatning meni tushunishini umid qilaman. Bo'ldi. Bu gaplarni keyin deyishlar. Mening sharik bordigan ishim bor edi. Tamoq vaqti bo'lib qopti, Yaqubdir. Aqchon qo'saqlarim ochdi. Biznikiga borayli, men sizni obdan bir mehmon qilib olay. Bizning uyda bor, bachka, qirg'avol, o'g'loqning go'shtlari bor. Rasa o'zim bir qo'lliq bir kabob qilay. Yana esilmaymi bor. Pes qilamiz. Justa? Rahmat Hoshim axun. Men ozrayman. Manda deyishib ketmaylijma, Yaqubdir. Ha? Biz ya tanışmaydigan, bilishmaydiganlardan emas. Bir vaqt tamoqni birga yeganga osmon o'rilib tushmaydi. Odamdan unda qochmasin juma. Nima da'vatqansizlar Hoshim axun? Men rostini oldirayman. Mening mo'yim ishim bor. Xo'sh ya? Yaqubdir. Unda qilsa, Yaqubdir. Mening o'ramni ko'lig'li kelsan-da. Qani, meni nima qilib o'talaysan kim? Mana mush qo'g'inlar shu. Mushni bir mashinaga bilsanglar. Ojo. Mushunchilar qo'g'inni o'zim yolg'iz bosamdi-da? Edim bo'lmag'achqa, men sizni topdan bilsanglar degandiki bilsanglar, men bir ishxonaga bechirib chiqay. Bo'langlar ha? G'ajab başda. Ublaqo. Ma quruqtaga uyurtulmaydi. Shahar kirib, o'xshaganlarga mendan bir qo'saq yeb. Ondan keyin men nima ko'sa ko'maylimi? Voy lag'ma yeymiz deb oshxonaga chirib, mattan tilab o'tasak, ishdan atmaydi. Yana taqi bir yo'l mengishimiz bor. Lag'manni kechdi-yeylar. Qo'sqonli bek ichib ketgan bo'lsa, non bilan choy va ichinglar. Bu qetib qolgan nonga bir tish o'tama va yumshoqdan demaydigan ag'an taqa to'nodan chiqarganlar. Yavring deyman. Yo, ublaqo. Bu qattiqdan da elib olishni unutib qolmabsizlar. Voy taq bayatı to'nodan chiqqandan deymi yanglar.
hazırlama. Maka. Ben hazırlap bir öteyim maka. Mikrofon. Va kopanla. Makaylana bügen capa tattınla. Tutunla ma 300 koy pulna. Ha, ilingla. Qo'saqmo ko'kirab ketdi. Lag'ma yemez. Lag'manne kiyib oldi. Hozir avvalda o'zgarish bo'lib qoldi. Bu mashinani egisiga olib bermasam bo'lmaydigan chiqib qoldi emasmi? Bular mashina to'xtab ketdi. Darhol meninglar. Qiziq adashgina bo'ldi. Lag'ma birim deb qo'yab. Qiziq bir adashgan. Ketmesem bulmaydı demesme. Qanday qilaman endi? Unda bo'lsa, taksi kira qilib maqsanlarmi? Taksi? Ha? Taksi qancha pul? Taksi 50 ko'yga gapirib qo'yamika. 50 koy? Ha? 5 koylik yo'lni 50 koyga boramda. Ketsin jon ketimda. Bir odam bo'lgan ekan. Bir akşam yashab bakmamdimi? Bu adam fakat talada konup kalmaydı. Her kandan yer olsa zaten yenip kilitli. Şimdi etiye çıketkenci. Hazırlıkça izdirik yok deysler. Kichik bol bo'lmagandan bek ensirab ketmanglar. Biror ish chiqib qolganda ya bizma izdirkini qilaylik, sizlarimiz deb qo'yinglar. Ma'qul. Shunday qildi. Mehmonxonamizning belgilamasi bo'yicha bir to'shak 100 koydan 2 to'shak 200 koy jarimani to'laysiz. Nima? İş to'g'ning ko'zidan 2 to'shakka 100 koydan 200 koy to'landi va ukam. Ha. Azizane diyarim var. Vay, kaçtede